Yoshlar radio kanalida ayni paytda Asliyat loyihasi taqdimoti boshlandi. Assalomu alaykum hammaga. Kun xayrli bo'lishini tilab qolamiz va loyihamizning muallifi Uljamol Xonnayev ekanligini ham eslatib o'tamiz. Asliyat loyihasi bugungi milliy san'at, madaniyat, ma'naviyatimiz, qadim qadriyatlarimizning teran ildizlaridan oziqlanib kelayotgani hech kimga sir emas va bu teran ildizlar xalq og'zaki ijodi sanaladi. Bugun aynan xalq og'zaki ijodi haqida biz so'z yuritamiz. Aytish joizki, dostonlarimiz, aytimlar, folklor etnografiyasidan xalqimiz, millatimizning yangi avlodlari bahramand bo'lib kelmoqda. Xalqimizda baxshilik, el botir, el degan ibora bor. Yaqinda ayni shu shior ostida xalqaro anjuman tashkil etildi. Alpomish media bilan hamkorlikda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Toshkent viloyatidagi Parkent ijod uyida O'zbekiston xalq baxshisi Baxshqul Tog'ayev tavalludining 65 yilligiga bag'ishlangan birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda yurtimizdagi barcha baxshichilik san'ati maktabi vakillari va xorijlik ijrochilari ishtirok etdi. Tadbir tashkilotchisi O'ktam Hakimovning bu haqdagi mulohazalari bilan qiziqdik. Mana shu tadbirimiz chiroyli davom etyapti. Kelgan mehmonlarga, ustozlarga, tashkil ishlarga ko'maklashgan o'zimizni yordamchilarimizga shu bahonada minnatdorchilik bildirib olamiz va bu tashabbusni labbay deb birinchi navbatda qo'llab-quvvatlagan bizning asosiy hamkorimiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Ularga minnatdorchilik bildiraman. Biz endi bu baxsh san'ati, dostonchilik ijrochilar maktablarini o'rganish tadqiqot natijasida, ekspeditsiya natijasida juda ko'p ishlar qilingan. Endi buni yana takrorlab o'tirmayman. Kitoblar chiqarildi, nashr bo'ldi, to'plamlar chiqdi va kichkina Toshkentda baxshilarni doston kechasi davralar tashkil qilib, o'shani ashaddiy muxlislari, shinavandalari bilan 5-10 kishi kichkina davralardan keyin o'tgan shu O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Poyanov xotirasiga bag'ishlab, mana shu baxshili el botir el deb nomlab tadbir o'tkazgandik. 40-50 kishi atrofida ishtirok etgandi, 20 ga yaqin baxshilar ishtirok etgandi. O'zimizni yurtimizda ijod qilayotgan baxshilardan iborat. Endi bu safar baxshilarning doston kechalari juda kengayib, qurultoy deb e'lon qildik. Endi buni baxshilar qurultoyi deb, bu qurultoy bilasiz, endi bu turkicha so'z, yig'in, kengash, baxshilarimizni yig'ib bir joyga to'plab turkiy tilda gaplashadigan, so'zlashadigan, bir-birimizni tilimizni, so'zimizni tushunadigan boshqa davlatdan ham qaychilar, manaschilar, oqinlar, jirovlar, endi turli nomlar aytilgan bilan hammasi baxshi. Bizda baxshi desak, boshqa joylarda endi Altayda qaychi, qirg'izlarda manaschi, qozoqlarda oqin, qoraqalpoqlarda jirov, baxshi deb ataladi. Har xil nomlanadi, lekin shular hammasini bir joyga yig'ib, qurultoy sifatida xalqaro deb nom berib, xalqaro qurultoyga aylanib ketdi, kengayib ketdi. Bu endi birinchisi, xudo xolasa, tajribamiz oshib, xudo xolasa yana ham buni davom ettirish niyatimiz bor. Bu qurultoyni Baxshqul Tog'ayev xotirasiga bag'ishlab o'tkazyapmiz. Bu bejizga emas, bu kishi O'zbekiston xalq baxshisi, haqiqiy elni baxshisi edi. Xalq tanirdi, el tanirdi. Juda katta maktab vakili edi. Yirik namoyandalaridan biri edi dostonchilik maktabini. Shoberdi Baxshi Boltayev, O'zbekiston xalq baxshisi Shoberdi Baxshi Boltayev shogird edi. Bu kishi shogird bo'lgan bo'lsa, o'zi ham bir qancha shogirdlar yetishtirdi. Bugun ularni ham ijrolaridan bahramand bo'lamiz, eshityapmiz va oila a'zolari ham qatnashyapti. Bu tadbirimizdan xursand bo'lishdi ular ham. Kishi tog'da tug'ilgan edi. Urug'i tog'chilardan edi. Tog'da tug'ilgan edi. Kishini vafoti ham shu tog'da vafot etdi. Taqdiri ekan. Alloh rahmat qilsin. Bu tadbirimiz yana ham davom etaveradi. Ishtirokchilarga, hamkorlarimizga, yordam etgan jurnalistlar hammalaringga minnatdorchilik bildiraman. Mustaqillik yillarida madaniy meros durdonalarini asrab-avaylash, xalq og'zaki ijodining qadimiy an'analarini tiklash va milliy qadriyatlarimizni izchil rivojlantirish borasida keng ko'lamli targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi va ular o'z samarasini bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 26-aprelda qabul qilingan baxshichilik va dostonchilik san'atini yanada rivojlantirish hamda takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida bu soha yanada rivojlanib kelmoqda. Turli festival, qurultoylar o'tkazish bilan xalq og'zaki ijodi, milliy san'atimiz, adabiyotimiz sarchashmasi keng targ'ib etilmoqda. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyida adabiyotshunos olimlar, shoir, yozuvchilar ham ishtirok etib, qurultoy ishini kuzatdilar. Shoir Rustam Musulmonning mulohazalari bilan tanishamiz.
Mana shu folklor degani, xalq og'zaki ijodiyoti degani bu baxshichilik qurultoyini ochilish marosimida ta'kidlandi. Insoniyatning bolaligini qo'shig'i. Dunyodagi barcha insonlarga tegishli, dunyodagi barcha insonlarga aloqador qo'shiq degani bu. Baxshichilik qurultoyi mohiyatan nihoyatda chuqur. Bu tadbirning ahamiyati mana shu qo'shni davlatlarda Tatariston, Oltoy, Yoqutiston deyapti bu yerda, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston baxshilari, Qoraqalpoq baxshilari, Xorazm, mana o'zimizda, mamlakatimizda, yurtimizda bir necha baxshichilik maktablari bor. Shu maktablarning vakillari O'zbekiston xalq baxshqul Tog'ayev xotirasiga bag'ishlanib o'tkazyapti bu qurultoy. Mana bizlar umuman xalq og'zaki ijodiyotini aloqador bo'lmayotgan san'at va so'z san'ati sohasi yo'q. Birinchi adabiyot xalq og'zaki ijodiyotdan oziqlanadi, sarchashmasi xalq og'zaki ijodiyoti hisoblanadi. Qo'shiqchilikda ham, dostonchilikda ham, teatr sohasini ham, qaysi bir san'at, madaniyat sohasini olmaylik, baribir hammasi ildizi folklorga borib taqaladi. Hatto o'sha mana shu bizning romanlarimiz, prozalarimiz ham, prozaik asarlar ham mana shu ildizi baxshichilik, mana shu xalq og'zaki ijodiyoti sarchashmalardan oziqlanib gurkuraydi. Va misoli biz mana shu bir millatni, insoniyatni bir daraxt desak, uni ildizlari dostonlarga borib taqaladi, xalq og'zaki ijodiyotiga borib taqaladi. Bu daraxt qanchalik ildizi baquvvat bo'lsa, shunchalik gurkuraydi. Insoniyatni, mamlakatlarni, xalqlarni birlashtirib turuvchi bugungi qurultoy. Ona diyorimizning turli go'shalarida azal-azaldan baxshichilik va dostonchilik san'at maktablari mavjud bo'lgan. Necha yuz yillar ilgari hozirgi radio, televideniya, qolaversa mobil telefonlar, internet tarmoqlari, audio, video vositalari bo'lmagan bir sharoitda bunday maktablar ko'pchilikning, ayniqsa iste'dodli insonlarning xohish irodasi bilan turli yig'inlar, xalq sayllari, to'ylar bahonasida asta-sekin shakllanib borgan. Yurtimizdagi har bir baxshichilik maktabining o'z yo'li, ifoda yo'sini, mahalliy shevadan kelib chiqqan holda so'z boyliklari, xalq ertaklari, dostonlarda mujassamlangan. Shoir, yozuvchilar ham qadim san'at ohanglaridan ilhom olganlar. Chunki biz eshitgan paytimizda, mana shu bolaligimizda, ko'chalarda yurgan paytimizda o'sha qo'shiq aytib turib, bir-birimizga mana shu xalq og'zaki ijodi ohangidagi qo'shiqlarni yodlab, bobolarimizdan, momolarimizdan eshitgan shu nimalar yodlab bir-birimizga aytib yurganmiz va ana shu kelganimizdan keyin Toshkentga kelib qalam tebratganimizda ana shu ohanglar, bu ohanglar hozir biz ba'zi ohanglarni bir tinglab o'rganib qolganmiz, lekin behisob ohanglar bor. Baxshiyona uslubdagi. Uni ijro, kashf etish kerak, uni tushunish kerak, uni ilg'ash kerak, uni his etish kerak-da. Lalay keldi, ko'chaga moy keldi, ko'chaga moyni tashlab sanamga sovchi keldi degan paytda mana shu qo'shiqlar olingan. Yoki oy parcha, yuragim parcha, eshit aytar so'zimni, qizing deb ber, qizing der. Mana shu hammasi mana biz keyinchalik bir she'r qilgan mana shu qo'shiqlar, she'rlar mana shu xalq og'zaki ijoddan olingan. Haygala, karkas keldi bir gala, mening bog'im kichkina, katta bog'larni tala. Haygala. Mana shu kabi she'rlarimiz hammasi ildizi xalq og'zaki ijoddan. Siz nima deb o'ylaysiz? Birinchi baxshichilik qurultoyi kelajagini nimalarda ko'rasiz? Endi hozir ko'rib turib, men nihoyatda hayratlandim. Bugun mana shu umuman insoniyat o'zligini tanish orqali buyuk kelajagini quradi. O'zligini, bolaligini bilish, tarixini bilish orqali, san'atini bilish orqali. Mana hozir baxshilarning rolalarini eshitsangiz, bu ustozlarini eslab turib, Baxshqul Tog'ayevni eslab turib, bu yerda bular terma aytayapti, qo'shiq aytayapti. Yig'i tovushi bor, nola bor yuragida. Odam yuragini titratib yuboradigan, odamni ta'sirlantiradigan, odamni ruhlantiradigan tinglovchini. Mana shunday bir ohanglar bor bularning ichida. Hamda bu odamni masalan buyuk ana shu orzularini ro'yobiga undaydigan, uyg'otadigan odamni. Mana shu olg'a intiltiradigan ohanglar hamisha bizni ham tinglovchilarda, ham ijodkorlarda ilhomlantiradi, ruhlantiradi va birlashtiradi. Xalq og'zaki ijodi namunalari, ayniqsa Alpomish dostonini tinglab ko'nglingiz yuksaladi. Bu doston ajdodlarimizning mardlik, botirlik, bag'ri kenglik hislatlarini o'zida aks ettirgan mukammal san'at asardir. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyida xalq og'zaki ijod namunalaridan ilhom olgan, hozirda ham o'z ijodida qadim san'at ohanglarini singdirib kelayotgan san'at ahli ham ishtirok etdi. Ulardan biri O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Toshpo'lat Matkarimovdir.
Birinchi navbatda juda xursand bo'ldim. Eshitib, ko'rib, joyida ko'rib, yana ham xursand bo'ldim. Yana bitta xursand bo'lganim shuncha odam kelibdi. Masalan, ko'p konsertlarga shunaqa chaqirsangiz kelmaydi bunaqa joylarga. Lekin odamning ko'pligi, yoshlarning ko'pligi xursand qildi. Yana bitta xursand bo'lgan tomonim Yakutiyadan kelibdi saqa. Tojikistondan mehmonlar bor, Qozog'istondan mehmonlar bor, Qirg'izistondan mehmonlar bor, Ozarbayjondan mehmonlar, Turkmanistondan. Buni o'zi juda katta voqealikda bu bir oddiy olim odamni qilayotgan yig'inida. Bu katta davlat tadbiridek o'tkazilyapti. Mana shunga xursand bo'ldim. Chunki qurultoy degan gaplar ham ko'p ishlatilmay qolyapti bu oxirgi paytlarda. Aynan mana shu tadbir ishlatilayotgani ham xursand qilyapti meni. Keyin mana ohanglarni eshityapsizlar. Bu ohanglar bilasizmi, biri Oltoydan, biri Yakutiyadan, biri Qozog'istondan, biri Qirg'izistondan, biri O'zbekistondan yangilayotgan ohanglarning bari ildizi bir narsani eslatyapti. Shu biz qonimizni jo'shtiryapti. Mening yuraklarimda bir boshqacha xabirtiryapti-da. Shuni o'zi eng katta narsa odam o'zini anglash kerak birinchi navbatda. Insoniyat o'zini anglagandan keyin Xudo xolasa kelajagi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mana o'zimizni aslimizga qaytish, aslimizni anglash bo'lyapti deb o'ylayapman. Shu xayoldaman hozir, shu tasavvurdaman. Davom etamiz qadrli tinglovchilar, efirda asliyat loyihasi.